Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz ko'radigan muxlislar. Mana bizda bugun juma kuni, mana 6-iyul. Bizda bugun hayit bayram bo'lmadi. Ertaga inshaalloh 7-iyulda shanba kuni bo'ladi. Mana 2025-yil 6-iyul. Bugun juma kuni mana shu xorijdan akalarimiz ehson yuborishgan edi. Alloh rozi bo'lsin. Shu yosh bolalar, mana bular yetim do'stlar, yetim sag'irlar. Mana shularga hayit xarj berib chiqamiz ertaga hayit inshaalloh. Mana shularga nimaki yetsa, o'shani yuborgan pulni hammasini taqsimlab beramiz inshaalloh. Al nima? Berkidi. Mana aziz do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Bular hammasi yetim sag'ir bolalar. Bittasini onasi yo'q, otasi yo'q, shunaqa qolgan bular do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana yana yubormoqchi bo'lgan do'stlarimizga mana ekranda WhatsApp nomerimiz bor. Shunga chiqishlari mumkin. Hayitga mana erta hayit. Mana bugun juma kuni 6-iyul. Do'stlar, mana shu yosh bolalarga shu xorijdan, Rossiyadan Sirojiddin akamiz Alloh rozi bo'lsin yuborishdi. Shu g'arib oilalarga bergandik. Mana biz buni nima shu yetim bolalarga xarj qilib beraylik deb shunga qaror qildik. Mana shular sag'ir yetim bolalar do'stlar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Qabul etib oldinglarmi? Hani bir o'min edinglar, men elingizga haq Sirojiddin akam haqini duo'ladim. İnşallah bundan ham eksonlar qabul bo'lsin, birin zatlari, zakatlari qabul bo'lsin. Hayitlaran yana bir bor chin qalbimizdan tabriklaymiz hayitdan. Nima niyat edan olsa ham niyatini yetsin inshaalloh. Amin. Allohu akbar. Mana Sirojiddin aka haqingizga duo qildi inshaalloh. Ular yetim sag'ir bolalar. Mana yuborgan eksoningizni topshirdik.